Bal huvash-shakuru alal haqiqa. Alloh taolo balki haqiqatdan ham shukrli bo'lgan zotda. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandasiga shukr qilgan narsasini ustida muvaffaq qilib qo'yadi. Alloh taolo bandasini shukr qildirib qo'yishligi o'zi bitta unga shukr qilganligini bo'ladi. Va yana u bandasi shukr qilgandan keyin uni shunday muvaffaq banda qilib qo'yadiki, qaranglar, bu dunyoda so'zsiz u bandasiga shukronasini bildiradida va oxiratda uni ko'paytirib unga qaytarib beradi. Va yana hasanotlarni bandasidan 10 barobar qilib qabul qiladi. Agarda bandasi biror narsani so'raydigan bo'lsa, u bandasiga Alloh taolo bermaydigan bo'lsa, mana shu ham u bandasiga Alloh taoloning shukridan bo'lar ekan. Chunki u bandaga bermagandan keyin o'rniga albatta so'zsiz undan yaxshirog'ini beradi. Bu Allohning shukridan bo'lar ekan u bandasi uchun. Ya'ni ana shu bandani harakat qildirib, u banda harakat qilib bir narsaga intildi, ammo unga erisha olmadi. Alloh taolo uni harakat qildirdi, intiltirdi, ammo erishtirmagan ham Alloh bo'lyapti. Va o'rniga undan yaxshirog'ini berib turib, u bandasiga ya'ni shukronasini Alloh taolo bildiryapti. O'zini bandasiga Alloh taolo qilgan harakatiga haligi so'ragan yoki intilgan narsasini bermadida, undan to'sib qo'ydi yo'lini, ammo undan yaxshirog'ini unga yana qaytarib berib qo'ydi. Mana shunga muvaffaq qilgan ham Alloh taolo, mana shunga harakat qildirib qo'ygan ham Alloh taolo, o'rniga yaxshisini berib qo'ygan ham Alloh taolo. Bu Alloh taoloning shukronasidan bandasi uchun bo'ladi.